Okalar bizdan 2020-yil, 2021-yil damassi radno kraskasini so'rab kelgan bor edi. So'rab kelgan uchun 2021-yil tayyor beharajat navrot qo'yilgan Damas mashinasini ko'rsataman. Salonlarni ham bitta ko'ringlar. Lenovo'dan yaxshi video registratorlargacha uстановка qo'yilgan, barlargacha uстановка bo'lgan, o'zini yangicha pastaganchilar bilan Pioneer yaxshi original maytfonlargacha uстановка qilib qo'yilgan. Hamda qimmat yaxshi xollargacha taqib qo'yilgan, oyontiga yaxshi linoleum polikleyta solib qo'yilgan, patologlargacha apshipga qilib qo'yilgan. O'zini halol yurgan priviga 107 000 km. Bundan tashqari mashina to'liq variantda shumizatsiya bo'lgan. Salonlari ham idealniy o'tiribdi. Mashina to'liq variantda shumizatsiya bo'lgan. 4 ta yaxshi yumshoq, почти masla bo'lgan 13 ballonlargacha taqib qo'yilgan, oldi faralarigacha ledli uстановка qilingan. Mashinaning kraskasi absolyutniy toza. Doh xohlasa beharajat mashina. Texnik hech qanaqa ishlari yo'q. Metan gazgacha uстановка bo'lgan. Salon qismida ham, kuzov qismida ham ko'ngilni xira qiladigan joylari yo'q. Damas savdodan olib mazza qilib haydayman degan okalarimiz uchun mashinamiz narxini bor yo'g'i $5600 bo'lsa berib yuboramiz.